Kechirasiz uka. Hech narsani tushunmayapman. Nima demoqchisiz hozir? O'g'lingiz o'zi yaxshi biladi. Nima qilding? Hech narsa oyi. Tommang. Hamma sizga ming la'nat deyapti. Mahalladagilar menga qo'ng'iroq qilib, qizingizni janozasiga chiqmaymiz deyishyapti. Janozaga odam kelmayotgandan o'zingiz bilmayapsizmi? Gapir. Nega bunaqa bo'lyapti? Ukajon, siz ayting, iltimos, nima bo'ldi? Men bilishim kerak. O'g'lingiz og'aynilar bilan dachaga chiqib dam olgan ekan. Sharmanda videolar tarqalib ketib, butun internetga ovozi bo'ldi. Mahalladagilarning ko'zi tushgan. Menga ham yuborishdi. Bu o'ziga ham, mahallamizni sha'niga ham isnod axir. Buni hamma tanisa, butun mahalla-ku gapirib yuribdi hozir. Harom odatlaringni hali ham tashlamaganmiding, ha? Oyi, men sizga hozir o'zim tushuntirib beraman. Qachon borganding o'sha iflos joyga? Gapir! Kecha tunda. Hali qizing bechora jarrohi tig'i ostiga kirayotganda sen harom ishlar bilan shug'ullanib yurganmiding, ha? Yana bordingmi o'shaqa harom ishlarga? Shuning uchun nevaram operatsiyadan chiqolmasdan o'libdi-da seni kasringga. Oyi, iltimos men eshiting. Senday o'g'il tug'may men o'lay. Nafsing o'lsin seni, nafsing qursin. Kasofating bolalaringga urib ketdi-yu, iflos. Mana, katta qizingdan ayrilding. Kichik qizing yurolmasdan nogiron bo'lib qoldi. O'g'ling bechorani yuzi kuyib, yuzi qiyshayib, yaxshi gapira olmayapti. Sen ham odammisan, kasofat. Nevaralarimni boshini yeding-ku, hali ham aqling kirmadimi? Voy. Oyi, kechiring, men bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim, oyi. Padar. Nevaramni boshiga yetding. Qilgan iflos ishlaringni kasri nevaralarimga urdi-ku. Taqdirdim men shu ogohlantirganini ham tushunmaganim uchun meni kechiring, oyi. Hech qachon kechirmayman seni. Bechora nevaram seni kasringga uvar ketdi. Yer yutsin seni. Padar. O'zingiz